Alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Hozirgi sovuq kunda shamollab, gripp bo'lib tuzala olmayotgan bo'lsangiz, mana bir choy qoshiq, bir osh qoshiq tabga qarab asal olasiz. Asalga qoshiq uchida zanjabil olasiz. Mana tuyulgan kurkuma solasiz va qalampir mo'lchoq solasiz. Tuyulgan bu ham. Qalampir mo'lchoq ko'proq solsangiz yaxshiroq foyda bo'ladi. Va limon tabingizga ko'ra bir parra, ikki parra. Xohlasangiz yangi kesilgan zanjabil solishingiz mumkin. Bular shamollashni tezda chiqarib tashlaydigan tabiiy ming yillar, asrlar davomida ishlatib kelingan davo. Buni ichganingizda ichingizdan terlaysiz. Zanjabil mabodo ichki yaralari bor, gemoroyi borlarga zanjabil oz miqdor nomiga solinadi. Qalampir mo'lchoq, mana kurkumani qancha solsangiz hech qisi yo'q. Zanjabilni ozroq solasiz. Agar ichki yaralari bo'lmasa, ko'proq solaverasiz. Buni ichib issiq o'ralib yotsangiz, ichingizdagi har qanday shamollash, gripp, balg'am, yo'tal, allergik nafas qisishlarga ham katta foydasi bor. Nafas qisganlar limon solmaydi.